1935-yilda Uelsda ishchilar qanday qilib uyga ekstremal yo'l bilan qaytganini bilasizmi? Bu voqea Buyuk Britaniyaning shimoliy portida sodir bo'lgan. Kamenolomlarda ishlagan ishchilar har smenadan keyin tog'dan tushish uchun o'zlari yasagan g'alati uskunalardan foydalangan. Metal prutning uchiga yog'och tayanch va pastiga esa poyezddan olingan kichik g'ildiraklar o'rnatilgan. Shu qurilmani relsga ilib olish kifoya. Kuchli og'irlik va pastga yo'l ularni tez suratda pastga olib tushadi. Albatta, ba'zida ular ag'darilib ham ketishardi. Bir kishi yiqilsa, orqadagilar ham ketma-ket ag'darilib, zanjir reaksiyasini keltirib chiqarardi. Ammo bu yo'l faqat karyer temir yo'li bo'lganligi uchun hech kim uchrashuv poyezddan qo'rqmasdi. Shuning uchun ishchilar uyiga qaytish tomon attraksionga aylangan. Qishda esa bu sayohat yana qiziqarli bo'lib, qor yo'llarni tezlatardi va sovuq yuzlarni muzlatib qo'yardi. Endi savol, siz ham shunday xavfli, hayajonli yo'l bilan uyga qaytishga jur'at qila olarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.